Assalomu alaykum. Sizlarni shu kunning muhim xabar va yangiliklari tafsiloti bilan tanishtirib o'tamiz. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. So'nggi yillarda yurtimizda prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi ezgu va samarali ishlar hududlarning obod hamda farovon, go'zal qiyofa kasb etishda muhim omil sanaladi. Bahor yaqinlashadigan ayni kezlarda viloyatimizda ham ushbu amaliy ishlar uyushqoqlik bilan boshlab yuborildi. Xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari hamda Qarshi shahar hokimligi mas'ullari ushbu ezgu loyiha doirasida daraxt ko'chatlarini ekishdi. Shu bilan bir qatorda Ro'za-yu Ramazon kunlari munosabati bilan bozorlardagi narx-navolarni ham o'rganishdi. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Mas'ullar dastavval Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida manzarali daraxt ko'chatlarini o'tkazishdi. Qarshi shahrining Mustaqillik ko'chasidagi ushbu jarayon qizg'in tashkil etilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimiz bo'ylab start olgan mazkur loyiha nafaqat ekologik, balki ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi keng ko'lamli tashabbus ham sanaladi. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, joriy yilgi bahorda yurtimiz miqyosida jami 75 million tup daraxt ko'chatlari ekish reja qilingan. Qarshi shahri bo'ylab esa ularning soni 151 ming tup bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Bahor erta boshlandi. Mana shu Yashil makon umummilliy dasturi asosida butun tuman, shaharlarda hamma joyda obodonlashtirish ishlari boshlandi. Tumanlarda ham bu jarayonlar davom etyapti. Umummilliy dasturimiz nafaqat bugun bahorni boshlanishda, lekin yil davomida umuman davom ettiramiz. Nafaqat manzarali daraxtlar, mevali daraxtlarni ham ekib, gul ko'chatlarini ham ekib, mana shu shahrimizning chiroyiga yana chiroy qo'shishga viloyat kengashi deputatlari, tuman kengashi deputatlari bilan birgalikda o'z hissamizni qo'shamiz. Davlatimiz rahbarining dehqon bozorlari va yirik savdo komplekslarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalarini yo'lga qo'yish bo'yicha bergan muhim topshiriqlarga asosan ayni kunlarda viloyatimizning barcha tuman va shaharlardagi bozorlar va savdo majmualarida ham Ro'za-yu Ramazon kunlari munosabati bilan arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etildi. Buni Qarshi shahar markaziy dehqon oziq-ovqat bozori misolida ham ko'rish mumkin. Ushbu bozordagi o'rganish jarayonida mas'ullar va sotuvchilar o'rtasida bevosita tushuntirish ishlari olib borildi. Eng e'tiborlisi bozordagi yarmarkada asosiy turdagi iste'mol tovarlari, xususan go'sht, yog', guruch, shakar, tuxum va turli poliz mahsulotlari sezilarli darajada arzonlashtirilgan narxlarda aholiga taqdim etilmoqda. Meva cheva oldik, hamma narsa oldik, go'sht, farishta 90 mingni oldik. Endi tuxum olamiz. Mas'ullar tomonidan o'rganish ishlari shuningdek bozorlar bilan bir qatorda shahardagi oziq-ovqat savdo majmualarida ham olib borildi. Ishonamizki, bunday yarmarkalarning tashkil etilgani odamlarning hayotdan rozi, mamnun yashashlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.